Assalomu alaykum azizlar va nihoyat biz o'zimiz loyihamizni yana davom ettiramiz. Bu safar o'sha Hanjoo Nomu universitetining oxirgi xonasi, eng katta xonalarini obzor qilib beramiz. Bu safar o'zim yakka holda kelaman. Chunki bilsanglar albatta bu yerda bakalavriatda o'qiganman. Men uchun bu joy ancha qadrli. Lekin umumiy xonalarni sof ko'rinishini ya'ni ko'rsatish uchun sizlarga eng katta xonani tanladim. Bu yerdagi xarajatlarini, misol uchun 1 yilga necha pul xarajat qilishinglarni hammasini keyinchalik aytaman, lekin bismillah deb kirib ko'ramiz. Qani 1 2 3. Bismillah. Ana kengligini qaranglar. Bu shu Hanjoo Nomu universiteti eng katta xonalaridan biri hisoblanadi. Bu yerda ko'rib turganingizdek shkaflar turibdi, kattagina shkaflar. Qani? Oho, mana bu yerda qo'yiladigan joylar va hokazo hammasi bor ekan, ko'rib turibsizlarmi? Bundan tashqari albatta ya'ni xolodilnik, bizning muzlatgichimiz ham bor. Muzlatgich ham ajoyib, ancha kattaginaga. Bundan tashqari bu yerda ishlatadigan, o'qiladigan joylar bor va eng qizig'i ko'rib turganingizdek, xohlagan narsani bemalol qo'yib shug'ullanadigan joy bor. Sal eskiroq ko'rinib turganingizdek, lekin mohiyatan bu yerda hali televizor ham bo'lishi kerak edi. Ha, mana orqasiga ham televizor qo'yishibdi. Buni sal surib turibmi, yo'q, xullas kombinatsiya qilib turib televizor ham ko'rsanglar bo'lar ekan. Undan tashqari kalavatni qaranglar. Bir ikki kishi bemalol sig'adigan darajada, bemalol ya'ni yashaydigan joy ekan. Bundan tashqari stul ham bor va tumbuchka kichkinagina. Konditsioner ham albatta eng zo'rlaridan biri. Eski, lekin endi ishlatsa bo'ladi. Xo'p, bu yerda esa balkon chiqani. Bismillah. Wow! Bu balkonmidi bu? Qani ochamiz va chiqib ko'ramiz. Bu yerda haqiqatan ham bog'misan bog'da. Andijondan ko'rasizlarmi shu joy? Men bakalavr o'qigan payt 2019-yil, 2020-yillarda mana shu yerda ko'rib turgan binolar yo'q edi. Qanchalik tez qurilishini ko'rsanglar. Va bu yerda esa kichkinagina suv havzasi, chunki butun universitet o'ralgan hisoblanadi. Bu yerda albatta chetdan kelgan odamlar kirib bo'lmaydi. Agar misol uchun siz bu yerga kirmoqchi bo'lsangiz, registratsiyadan o'tishingiz kerak bo'ladi va sizga taklifnoma kimdir yuborishi shart. Aks holda kiraverishda sizni to'xtatib qolishligi mumkin. Ko'rib turganingiz eng katta xonada bu yerda ya'ni balkonchalar juda ham katta. Undan tashqari hop, endi tualet vannalarni ko'ramiz, qani? Tak, bu yerda eshikni olib qo'yamiz. Xo'sh. Bu yerda ekan. Ana, kirib turganingizdek, bu yerda anchagina keng bo'lgan tualet vannalar bo'lar ekan. Osadigan, qo'yadigan joylar va albatta счетчикlardan biri o'sha kartangizni qo'yib turib bemalol nima deydi? Issiq suvni ishlatsanglar bo'lar ekan. Bundan tashqari, qani? Ko'rib turamizmi? Bu yerga kartangizni qo'ya turib bemalol issiq suvni ishlatib turasiz. Keng va juda ham qulay hammomlardan biri hisoblanadi. Xo'p, umumiy kvadraturasi qancha bo'lishi mumkin ekan bu yerda? 30 kvadrat bormikin? 20 kvadrat bormikin? Xullas, ko'rib turganingizda o'zingizlar bemalol hisoblasanglar bo'ladi. Anchagina katta bir 20 kvadrat, 30 kvadrat atrofida hisoblasa bo'ladi. Lekin qiziq taraflardan biri bu bir kishilik xona va eng katta xonalardan biri hisoblanadi. Yana eslatib o'tamiz, Hanjoo Nomu universitetini, ya'ni talabalar uchun bakalavr, magistratura va doktoranturada o'qimoqchi bo'lgan talabalar uchun bu yotoqxonalari ya'ni bemalol tanlasangiz bo'ladi. 2026-yilning, ya'ni hozirgi paytning holatidan binoan bunday xonaning narxi 14 ming yuan. 14 ming yuaningiz bu salkam taxminan bu yerga boramiz. 14 ming yuaningiz. Tak, 14 ming yuan hozir dollar hisoblaymiz. Tak, aniq ravshan sizlarga aytmoqchiman kurs bo'yicha. Tak, 14 ming yuaningiz 2000 dollar. Roppa-rost 2000, lekin 2005, 2006, lekin orada aytganim depozit taxminan 200-300 yuan bo'lsa, 2100-2050 dollar hisoblasa bo'ladi. Depozit agar misol uchun kalavat buzib qo'ysanglar
bir narsalarni otib bizib qo'ysanglar va hokazo o'sha depozitdan pulingizni yechib olishlik mumkin. Lekin umumiy olganda ijaraga shunday katta xona olib turib, u yerga joylashtirib yashasanglar bo'ladi va bu meni fikrimcha eng luxury, talabalar uchun eng mazza qilib yashaydigan sharoit. Agar kimdir bizning videoni ko'rmagan bo'lsanglar, avvalgi videolarimizda kichkina o'rtacha xonalarni biz video qilib olganmiz. Bu yerda shu linklarni albatta qoldirishga harakat qilamiz va ya'ni men ko'rib mazza qilyapman to'g'risi. Shuning uchun kimdir bu yerga kelib turib, shu puldan qiziqmaydigan bo'lsa, bemalol kelib tanlasalar bo'ladi. Universitet sharoitlari shundan iborat. Va bu yerda o'sha xohlaganingicha o'zingizga qulay bo'lgandek moslashtirib qilsanglar bo'ladi. Shu bugungi vlogimiz o'z nihoyasiga yetdi azizlar va kelasi universitetlarni va kelasi turlarni albatta davom ettiramiz. Izohda fikrlarni qoldiringlar. Qaysi universitetni yanada ko'proq ko'rmoqchisiz va qanaqa savollar sizga ko'proq qiziq? Assalomu alaykum.